Voy sabazma bo'ldi, ketdimi dachaga? Qilma qanaqa dacha xotinni bilsa o'ldiradi hozir. Yo'q, qachongacha xotin desa, sen erkak bo'lgin, mushik bo'lgin. Biz ham uylanganmiz, mana indamasdan chiqib ketaveramiz-ku. Sen erkak bo'l, kirganda kim uyda boshliq? Men ketdim dachaga deb. Davay. Ketdim deyman. Davay. Men erkakman. Bos. Davay. Onasi! Tarvuz yepsana. Borolmaykanman. Men o'zim so'rayman. Men o'zim hal qilaman. Sen erkaksan. Men erkakman. Sen hal qilasan. Davay. So'raysan. Xotindan qo'rqadi. Kim u? Kelin. Borolmas ekansan. Onasi charchamadingmi? O'zim qilaydim. Ana jo'ralarim ishdan bo'shalmayotdi. Shunga ishxonasiga ko'rgan bormoqchi edik. Jasur bor-ku, oshpaz. Kim oshpaz dedi meni? O'zi taksist bo'lsam. Ana Javohir jo'ramiz bor-ku, shuni ham ishxonasida ko'rmoqchi edik. Men sizlarga va'da berib aytaman, keyingi dacha boshqacha bo'ladi. Onasi, agar ruxsat bersang, xohlagan narsangni sotib olishingga pul beraman.